Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Xudo xolasa biz yana o'sha narxlar sinib, chilparjin bo'lib ketgan joyga keldik. Ali bobo, nima desak bo'ladi? Metal mahsulotlar. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Danjon sog'mi? Xudoga shukr. Qalay bo'lyapti baq? Savdolar yaxshimi? Mana endi sinus bo'lganligi uchun ozgina savdolarga ham ta'siri bor. Shuning uchun akamiz aytdi, videoga olmasimizdan oldin mahsulotlarimizni kerak bo'lsa, nima deydi? Narxini tushib beryapmiz. Sababi mana bu joyga sinus bo'lganligi uchun savdoga ta'siri bo'lyapti. Bundan tashqari ichkariga ancha kiryapti. Shuning uchun sotib yuboryapmiz deyapti aka. Qaysi mahsulotdan boshlaylik aka? Xo'p, bizda endi hamma yo'q bor. Xudo xolasa chorvaga ham, oshxonalarga ham, xo'jalik buyumlari, hamma yo'q bor. Povur akalarimizga, oshxonasi bolalarga misol o'choq qozondan tortib kamgirlargadir bor xudo xolasa. O'xir, moloxir, mana bunaqa drabilka hamma yo'g'imiz bor. Nech puldan boshlanadi drabilkalarimiz aka? Drabilkalarimiz bular 6,5 kilovatliklarni 2 million 100 qilib beryapmiz. Shu yaqin o'rtaga o'zimiz qo'limizda mana Ali bobo brendlarni qo'yib qo'yibsiz. Hozir nomerlaringizni yozib qo'yibsiz. Garantiyalarimiz bor hammasiga. Bunaqangi dumaloqlar chiqdi yangi 4 kilovatlik. 1 million 800 qilib beryapmiz bularni. Nech pul endi bunimiz? 1 million 800 ming so'm. Zo'r. Gap yo'q. Motorlari qanaqa? Motorlari alyumin 4 kilovat. A'lo darajada. Gap yo'q. Mana metal mahsulotlari ham borali, kiloga sotiladi. Ha, kiloga sotadigan endi buyum. Zavod, fabrika, sexlar oladi. Oladi, keyin lazerlarimiz ham bor. 5 santimetrgadir qalinlikdagi listlarni kesib beraveradi. Etgan shaklda. Ekskavator bormi, anaqa shunaqa temir kerak bo'lsa kelishaveradi. Mana gap bo'ladi. Kompyuterga solib beraveradi. Olib chiqqan, trendga olib chiqqan mahsulotlarimiz, toza mahsulotlarimiz. Hozirlarimizni birinchi ma'lumotini beraylik. Bu akamiz bor-ku, qadrdonlar, bitta narsaga e'tibor beringlar. Ali bobo mana sotuv joyida mana shu hozirlar Xorazmsa, Xorazmga ham dastlabki bo'ladigan joyi. To'g'rimi aka? Xohlasa, ha. Eng arzon hozirlarimiz nech puldan boshlanyapti endi aka? Eng arzonlarimiz 12 Bizga endi aka haliga rostdan aytganingizni arzon beraveraman deganda, ha. Sotuvchilar, xaridorlarimiz sezsin. Xudo xolasa. 115 mingdan mana shu 12 litrlik o'choq qozonlarimiz. Eng kichkinasi necha litrlik? Yo'q, nari gaz qozonlarda 3 litrgadir bor. Ha, o'shalar nech puldan? 70 mingdan boshlanadi. 70 ming so'mdan. Ular qopqoq bilan ham bor. Gaz qozonlar qopqoq bilan bo'ladi, o'choq qozonlar qopqoqsiz bo'ladi. O'shanga farq bo'ladi puli. 3 litr deyapsiz-ku. Hop. 3 kishi, 4 kishiga bo'ladi-da. Oshqisa bo'ladi. 3 kishiga bemalol xudo xolasa. Ya'ni kichkina xonadonlar uchun, yangi xonadonlar uchun a'lo darajada. Men mana ekstra qozonni ko'rdim-da aka. Bitta ko'rsating. Ularimiz endi u ancha yil oldin chiqarilganmi yoki yo'q, hozir o'zimizda chiqyapti. Xudo xolasa hammasi. Shu esir pechat qo'yib qo'ygan, oldingi qoliplar qolgan shekilli. Qalin deganda bu. Bundan qalini bo'lmaydi. Necha qalinlik aka? Qalinligi 1 santimetr bo'ladi shu 250 litrliklar. Ya bo'lsin. Hali erib berib ketmaydi degandan ekanda. Sumalakka hamma yoqqa bo'ladi qoni. Eng zo'ri. Eng katta qozonimiz necha litrlik aka? Hozir bizda narxi 350 litr. 250 litr. 300 litrlik. Necha pul endi o'shanimiz? 350 litrligimiz 3 million 200 ming so'm. Demak, necha pul 70 ming so'mdan boshlanib 3 million 500 ming so'mgacha qozonlar. Katta kichikligiga qarab. Endi bir dona olib ko'rsatmadik, qadrdonlar. O'zlaringiz tushunib olinglar. Mana raqamini har bitta qozonimizda keyin buni 100 litr, 80, 60larimiz 3 xilidan bor. 3 xilidan. Qalin yuqasi bor-da. Ya bo'lishi mumkin. A'lo darajada. Endi mana bokilarimizcha, xolasa to'y qilmoqchi bo'lganlar, xolasa qisqa qurilish yoki nima desak bo'ladi. Mahalladagilar pul yig'ib olib qo'yishyapti. Qozon o'choq 100 litrlik, 150 litr, 200 litrga komplekt olishyapti. Buni bonglarda olishyapti. To'y hashamlarga. Xonadonga ham kerak, mahallaga ham kerak. Otangga bor, enangga bor degan narsa bo'lmaydi. Mana buni ko'rsatsangiz, buni yerda 100 bo'lsa, mana yerda rossiyskiy turbadan qo'yilgan 150 lik. Qarang. Keyin tagida setkasi bor, shutkasi. Ha? Bitta qaynagandan keyin ko'mir tashab qo'ysa, cho'qolib, termiz olib ushlab turaveradi. Men tushundim buni aka. Sovib qolmaydi. Maşallah. Juda hali bonglarimiz 30 litrdan boshlab o'sha 120 litrgadir bor. Aka, o'sha ko'rsatganimiz necha pul? 80 taligimiz. 80 taligimiz 1 million 350 ming so'm. Ha, nirjevik edi. Sanglamaydigan, toza. Haligi suvni qaynagandan keyin suvni ta'midan boshqa narsani ta'mi kelib qolmaydi. Albatta boshqa ta'mi kelib qolmaydi. O'sha 100 mana bunisi 100 talik
oxiriga tushgan. Ko'rsatsangiz, mana 100 taliga. Bularimiz 900 ming so'm bo'lyapti. 900 ming so'm. Unga qo'shimcha bo'lgani uchun qo'shiladi pul. Materiallar. Bunimiz endi manamiz eng oxirgi full variantlaridan. Sirkulyarkali. Bu 100 litr, 120 litr yetkazilmagan joyga bu yetkazaveraveradi xudo olasa. Menga sovuq suvni quyasiz. Sovuq suvni quyadi, tepaga qaynagan chiqib qolaveradi. Har doim misol bir chena damladingiz, bir chena kuyib qo'yaverasiz. U nimasi yo'q. Gap yo'q. Zo'ridan xullas aka. Tugatib nima qilinmaydi. Zo'ridan haqiqatan. Aloda. Katta ob'yemlar yetkaziladi. Agar mana unimiz nechi pul endi bu nima endi hozir tushunmayapman. Bu hozir samovarmi bu ham? Samovar choyxonalarga qo'ysa ham bo'ladi, hammomga qo'ysangiz ham bo'laveradi. Pechkani ustiga qish kunlarda yaxshi bo'ladi. Qo'yib qo'ysangiz bag'dan turbasi ketaveradi. Ya'ni o'sha ekanam pechka ishlatadiganlar bitta qo'yib tepasiga turba qo'ysa bo'ladi. Ya'ni zang-tang chiqmaydi suvga. Choy qaynab turaveradi misol. 5 chenaga 10 chenaga albatta. A'lo darajada gap bo'lishi mumkin emas. Bunimiz nechi pul aka, men o'zim ham qiziqib qoldim. Bu 450 ming so'm. 450 ming so'm. Endi Nerjavek aka. Nerjavek qalindan bo'lgan, keyin kirallari bilan bu qanaqa material ketgan, shunaqa material ketganda ichidan turba ketgan. Faqat mana shu 100 talik turbaga bitta kiyizdirib qo'yiladi, tamom. Bo'ldi. A'lo darajada. Yashan aka. Xursand bo'ladigan mahsulotlar ko'pda bitta mana. Endi o'choq mahsuloklarimizdan bir aytaylik, o'choqlarimiz necha litrdan boshlab necha litrgacha? 12 litrdan boshlab 350 ga bor xudo olasa. Yuqa qalinligi qanaqa bo'ladi? Yuqa qalinligi. Hozir bularimiz mana konteynerlis, 2 lis bo'ladi. 2 lis. Bularimiz 150 ga bo'ladi. 200 litr, 250 gacha nima bo'lib qoladi? Yuqori qilib qoladi. Narxi necha puldan boshlanadi? Shundan bitta aytib. Narximiz 65 mingdan boshlanadi. O'sha 12 litrliklar 65 ming so'm. Mana bitta ko'rsatamiz, bu yerda nabori bor. Mana 12 litrlik, 12, 16, 20, 22, 30, 40, 50, 60, 150 ga bor. Bu ham shunaqa. Bunimiz necha pul mana? O'sha 35 santimetrlik bo'ladi-da, 12 litrga 65 ming so'm. 65 ming so'm, 75 ming, 85 ming. Keyin nima bo'lgandan keyin qo'shilib ketaveradi. Misol 150 larimiz 250 ming so'm. 150 litrga tushadigan nimalarimiz. Ular 2 lisdan tayyorlangani. Endi nimasi bo'ladi? Qalinrog'i. Olamtama akalarga qarab turing. Qalinlarimiz 12 litrga tushadiganlarimiz. Qarab turing akalarga. 200 ming so'mdan boshlanadi. To'rtlik lis. Mana bularimiz 250 ga tushadi. Hozir bu to'rtlik lismi? To'rtlik lis. Aka sumalak qaynatsa ham bo'laveradi. Endi boyagilar sumalakka endi bir marta, ikki martaga yaraydi. O'zicha lapamaga olib qoladi-da, Tushunali. Mana 350 ga bor bularımizdan ham. To'rtlik lisdan ham. Bularimiz eng arzon necha pulga, necha pulga? Shundan bitta ayting. O'sha 12 litrdagi 200 ming so'm. Mana 350 deki. Endi lekin misol bir xilliklar aytishi mumkin, qimmati. To'rtlik lisdan ishlatgandan keyin xudo xolasa bitta siz aka olib qo'ysangiz, aka mana sizni nevarangizga yetadi. Agar qo'shniga berib boshqa qilib yo'qotmasa, o'tga chidamida bu kuymaydi-da o'tda. Konteynerda porligidan bo'ladi. Mana buni 350 ga bo'ldiqonimiz 1 million 200 ming so'mga o'sha 200 mingdan 1 million 200 mingga o'choqlarimiz. Eng katta qozonlar. Mana bu mahsulotlarimiz nima bu? Mana shu gaz qozonlarimiz. Gaz qozon. Mana shu mana 75 ming dedimiz sizda boshida. 70 mingga buni bersak, qopqoq bilan bo'ladi. Bularimiz gaz qozonlar 30 litrga bo'ladi. Eng kattalari 30 litr. 4 kishiga osh qilsa bo'ladi-da. 5 kishiga ham bo'ladi. Xudo xolasa. Bularimiz mana nima deyiladi bular? Bular o'sha haligi oshxonalarda ko'proq ishlaydi. Alyumin idishda. Guruch yutgani hamma yo'qqa bo'laveradi. Hali zanglamaydi, hidi chiqmaydi, nima bo'lmaydi. Sirdan ko'ra hali nimasi yaxshi. 10 litr 150 ming so'mdan boshlanib ketaveradi narxi. Ketaveradi. Bu o'shalik ko'proq oshxona ochgan akalar kelyapti bizga. O'choq qozon olishyapti, bong olishyapti. O'shanga bunaqa chaynak, bunaqa narsalarni olib kelib qo'ydik. Komplekt qilib. Alyumin chaynaklarimiz 60 ming so'mdan ekan. 60 ming, 80 ming, 90 ming litrga qarab ketaveradi. Afg'on qozonlarimiz nechtaligi? 380 ming. Bu 8 talik, 8 litrlik. 12 talikmi, 10 talikmi yondagi? Bu 10 litrlik, bu 12 litr. 480 minggadir. 480 ming so'mgacha gap bo'lishi mumkin emas. Endi o'sha aytganimizdek xo'jalik buyumlaridan barcha mahsulotlar topsa bo'ladi, qadrdonlar. Misol arava mahsulotlari necha pul aka? Necha xili bor? Necha puldan boshlanadi? Aravamiz 3 xili bor. Mana bunisi 350 ming so'm. Nima hamma yo'g'i bir xil. Yuqori. Ruchkasi turbadan xolos. Ana. O'sha materialiga qarab-da. Endi bitta narsa, bitta xo'jalik yengil ishga, misol molni go'ngini olib chiqib ketadi bu. Bo'laveradi. Agar qurilish bo'lsa, men sizlarga o'zim tavsiya qilaveraman. Mana shularimiz eng baquvvat, konteyner turbasidan qilgan yaxshi. Konteyner turba deymi? Baquvvat bo'lib konteyner ruchka bo'ladi-da. Chunki bular
umuman hech narsa bo'lmaydigan mahsulot bo'ladi. Beton kuyadigan akalarimiz ham shundan qilishadi. Bularimiz necha pul? Eng baquvvatlari mana ularni ham golnikdan qo'yilgan ha. Taydagi dugalari ham hammasi. Bular 400 ming. O narigisini ko'rsatsangiz, katta bo'ladi. O'sha taydagi oyog'i, ruchka nimalari turba xolos 380 mingdan ular. 3 xili bor-da, 380 ming, 400 ming. Zo'r. 350 ming so'm. A'lolar. Endi aka pechka sezoni ham xudo xolasa boshlanadi. Boshlanadi. Pechkalar arzon beryapman deyapsiz, to'g'risi. Necha pul qilib berasiz endi obunachilarga? Bu bizda ko'rsating mana. kattalardan-da haligi oldingi nimalasidan emas. Bunaqasi 40ligi bor, 45ligi bor, 50lardan qilinganmiz. 50lardan. 340 mingdan boshlanadi. Zo'r. Dolasi. Misol 600 ming ham sotgansizda. Ha. O'zi bitta narsaga ahamiyat beringlar do'stlar, qadrdonlar, misol katel qilgizmoqchi bo'lsangiz, yoki pechka olmoqchi bo'lsangiz ham yozda olib qo'ying, men javob beraman, sezasiz narxini arzonligini. Sababi o'sha sezon boshlanganda 100 ming, 200 ming misol qo'shib oladi. Avtomatik ustalar yetkazolmaydi ham-da. Yetkazolmaydi. O'shani hisobiga ham qo'shiladi. Hali ehtiyojingiz bo'lsa, xohlamasa qo'shilib qoladi. Haligi ota-bobolarimiz bekorga yetmaganda, qishda g'amini yozda yeb qo'ygan deb. Kerak bo'lsa ko'mirda ham olib qo'ying akalar. Ukalar, misol opalar, ha, nima dedingiz? Pulni borda olib qo'ysa, qurug'idan olib qo'yadi, yaxshi bo'ladi. Xohlasa. Bularimiz endi yozgi o'choq qiladigan aka-ukalarimiz uchun mangal o'choqlarida eshiklari. Xudo xolasa ustakamlar ham ko'rishib qolsa, bizda hamma yo'q bor, komplet. Qozon, mangal o'choq qiladigan akalarimiz. Akalarimizga misol qanaqa bonus qilib berasiz? Men o'zim jo'natib olaman. Tashriylar, tanishlar bor. Yo'q. Qaydandir oy yurgan bo'lsa, shuni kelsa o'shandan tushirib beramiz. O'sha O'zbekiston bo'ylab qaydandir oy yurgan bo'lsa, misol keladi, uni komplektlarini shuni chiqarib beramiz. His qiladi xudo xolasa. Gapi. Arzonlikni his qiladi. Ha, u his qiladi u. Uy egasiga foydada endi u nima qilib. To'g'ri. Necha xili bor aka? Hozir buni 3 xili bor. Super metali bor, davr metal, buni davr metalning arzonroq varianti bor. Tushunarli. U nimasi, ruchkalariga, materiallarigacha ketganda buni. Xudo xolasa setkalarimiz bor. Keyin o'sha mangalchi akalarimizga bizda lazer bor dedi-mi? Bunaqalarni 1 metrlik, 1.20 lik qilib, uzun qilib beraveramiz. Qalin lislarni mana ko'rsating mana. 1 santimetrlik qalin lis. Aytgan razmerda yasab berilaveradi, xudo xolasa. Yerimaydigan hamda endi. Bizda alyumin qozonni 12 litrdan 350 gadir bor. Nimalar? Cho'yon qozonlar. Cho'yon qozonda aka misol bittasi yetishi sog'liqqa foydasi bor deydi. Ha, immunitetni ko'taradi. Rostmi shu? Ha. Chunki aytishdi misol keyin hali chorvada baqidaxon akalarimiz olib ketyapti. Bu ado bo'lmaydigan narsa-da bu. O'zingiz o'tgan safar ko'tardingiz-ku. Qalin. Qalin ekan dedingiz. Yemga pishirgani ham 250, 200 bor. Buni eski ishlatilgan qozon deyish mumkin. Ha, u kraskasi bilan keladi-da bu. Kraskasi bilan keladi, gapi. Xudo xolasa hamma litrlardan bor. Mana kamgillar bor. Keldiqon bo'lsa o'sha komplekt olib ketishaveradi akalar. Do'stlar, 55 ming so'mdan kaptillarimiz boshlanaveradi. Mana 175 minggadir, eng uzunlarigadir bor xudo xolasa. Oshpazlarimiz uchun nержавейка, zanglamaydiganlari. Bunaqangi pichoqlar har xil turidan. Qo'ldan kelgancha xudo xolasa oshpaz akalarimizga. Endi bitta manzil tushuntiring, ya'ni hamma narsani nima desak bo'ladi. Ma'lumotni berishga vaqtimiz yetmaydi, chunki bu yerda juda ham ko'p mahsulot bor. Telefon qilsa xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Bundan tashqari ma'lumotni ham beramiz, kutib qoldi. Manzil bitta aytilgan aka. Xo'p, Qo'qon tomondan kelganda, Bag'dod. Farg'ona viloyati, Bag'dod tumani. Bag'dod tumani. Shuni Qo'qondan kirib kelganda, birinchi ko'rikdan o'tib olib, birinchi svetofordan keyin. Birinchi ko'rikdan o'tganda, birinchi svetofordan keyin. Mana 3 etajli bino bor, mana bu metan tursida, mana ham 3-chi bino bor, Shivaki yozib qo'ygan. Bitoy magazin. O'shaning shuni yonida. Mana shuni, mana shaffof metanni to'g'risida Ali Bobo xo'jalik buyumlari, bemalol ishlamaydigan qarang. Dastlabki xizmatni aytaylik endi. Haqiqatan ham bormi? Dastlabki xizmati endi misol O'zbekiston bo'ylab bor. Qilib beraverasiz. Qilib beraveramiz. Muammo emas. Ha, muammo emas. Uni kelishlaveradi har qanaqasiga. Gap bo'ladi. Pochtadan desa, pochtadan uygadir, bo'lmasa katta yo'ldan olib qolamiz, o'sha vohagaga chiqib yuryapmiz, xudo xolasa. O'sha katta mashinalarga olib borib beryapmiz. Mana bemalolga, xaridingiz qilavering, xaridorlarga beramiz. Mana akamizni chaqirmaymiz. Bo'ldi mana. Qolishdi. Do'stlar, qadrdonlar mana ko'ryapsizlar, obyomda obyekt juda ham keng. Mana shu mahsulotlardan kimga kerak bo'lsa, videoning pastdagi nomer, mana shu sotuvchi akamiz nomeri, aloqaga chiqsang yanada to'liq ma'lumot beradi, dastlabki ham qilib beradi. Chiroyli videoga like bosib qo'yinglar, shuncha mehnat uchun va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yinglar.